Agar atrofingga bitta qarasang, eng zo'r, muvaffaqiyatga erishgan, boy, baxtli odamlardan oddiy odamlarni farqi nimadaligini qidirayotgan bo'lsang, hozir senga aytadigan gaplarim juda foydali bo'ladi va hayotda как instrument sifatida foydalansang bo'ladi. Men senga shunchaki like yoki podpiska tashlashing uchun emas, prosta qilishing majbur bo'lgan narsani aytyapman. Busiz hech qachon topga chiqa olmaysan, muvaffaqiyatga erisha olmaysan, iloji yo'q. Bitta fraza bor, men qayerdadir ko'rib yoki eshitib o'rganmaganman. Prosta o'zim tushunib yetganman. 1 yildan beri bu meni faqat tepaga ko'tarilishimga yordam beryapti. Qara. Agar sen haqiqiy erkak bo'lib, muvaffaqiyatga erishib, tepaga ko'tarilmoqchi bo'lsang, hayotingda bo'lib o'tayotgan hamma narsalarga stopni berib, tan olishing kerak, har kuni oldingda ikkita yo'l borligini. Yoki bugun harakat qilmay shu o'zingga yoqmagan hayotda yashashga majbursan, yoki o'zingni qo'lga olib maksimalni bugun harakat qilasan. Bugun 1 hafta, 1 yil, 5 yilda o'ylama. Faqat bugun haqida o'ylagin, bugun maksimalni harakat qilgin, bo'ldi. Muvaffaqiyat seniki bo'ladi.